aeroportda juda g'aroyib hodisaga duch keldik, maşallah. Mana hoji akamiz 96 yoshli, ha? Siz 72 yoshda. Bu kishi o'g'illari ekan, bu kishi dadalari ekan, maşallah. Ota bola mana shu yoshda umraga ketyaptilar ekan. 31-yilmisiz? Maşallah. Safarga ketyapsiz o'g'lingiz bilan. O'g'lingizmi bu kishi? Oğlum bu. Katta o'g'illari. Katta oğullarım ama Xudoga shukr. Dadamlarni hajga olib boraman degan niyat qildim. Nevaralari hammasi yig'ishib odamlar meni hajga jo'natishyapti. Maşallah. Hukumatimizga, davlatimizga rahmat. Maşallah. 37 37 ta nevara. Maşallah. Qanaqa go'zal holat mana. O'g'illari ham yoshlari katta, lekin dadalarini mana umra safariga shu yoshda olib ketyaptilar. Ha? 96. 96. Amin. Qilib qo'yganiga rahmat. Amin. Mehmon olib ketyapmiz bala.